Nexia 1da sostayanasi zo'ridan so'ragan akalarimiz uchun juda ham chiroyli holatda turgan, yili ham zo'r, narxi ham vobshe arzon bo'ldi akalar. Motorlarning ovozini bitta o'zlari eshitinglar. Mashinamiz 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Akalar kraskalari ham 3 ta detalda xolos, old-orqa suvaylari zavodskiy butun holatda turib turgan. Sostayanasini qaranglar. Kelib ko'rsalang ham yoqadigan, ma'qul keladigan. Videoda boshqacha, o'zi boshqacha mashina emas. Holati juda ham chiroyli holatda turibdi. 15 diska valorlarda, bakovoylarda ham yangi Nexia 2lardan qo'yib berilgan ekan. Salon holatlari ashkalar bitta ko'ringlar akalar. Hozirgi kunda endi juda kam qoldi. Menimcha bunaqa ashkalar Lacetti rollar qo'yilgan, chexol polilarga uстановка qilingan, original Pioneer magnitofonlariga taqilgan ekan. Akalar turishlari zo'r holatda, orqa stoplarigacha original заводской. Son stramblyor, lyuks konditsioner 4-pozitsiya fullidan bo'ladi akalar. Holatini qaranglar, yon tomonlardan akalar. Eng qiziqarli joyi narxida akalar, o'ylab turgan bo'lsalaring kerak, 3,5 ming, 3200 narx aytsa kerak deb. Akalar, sizlar o'ylagandan ancha arzon narxda ushbu 3 ta detalli kraskasi bor Nexia 1 antik va juda ham chiroyli holatda turgan mashinani $2400 dan sunnatiga yana ozgina yo'lda qilib berilar ekan akalar. Nomerda pastda qoldirdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.